Osmon har doim inson uchun erkinlik va xotirjamlik ramzi bo'lib kelgan. Qachonki ko'zimizni osmonga tiklasak, xavf emas, balki kenglik va tinchlikni his qilardik. Ammo bugun bu tasavvur asta-sekin yo'qolmoqda. Chunki osmon endi jim emas. U ko'rinmas signallar, sezilmas buyruqlar va inson ko'zi ilgay olmaydigan jarayonlar bilan to'lib bormoqda. Yangi tizim ishga tushmoqda va u osmon haqidagi eski tushunchalarni butunlay o'zgartirib yubormoqda. Tasavvur qiling, hech qanday portlashsiz, ogohlantiruvchi ovozlarsiz, hatto dushman buni anglab yetishga ulgurmasdan, havo hududi allaqachon nazorat ostiga olingan bo'ladi. Radarlar ishlayapti, samolyotlar uchmoqda, uchuvchilar o'zini xavfsiz his qilmoqda. Ammo bir lahzada barcha tizimlar bir xil signalni ko'ra boshlaydi. Bu signal qo'rqinchli emasdek tuyuladi, ammo u qaror qabul qilish imkonini yo'qqa chiqaradi. Chunki bu yangi bosqichning boshlanishi. Avvallari havo ustunligi deganda tezroq uchish, balandroq ko'tarilish yoki kuchliroq raketaga ega bo'lish tushunilardi. Bugun esa bu tushuncha jimlik bilan almashtirilmoqda. Yangi tizim shovqin qilmaydi, o'zini ko'rsatmaydi, hatto hujum qilayotgandek ham tuyulmaydi. U shunchaki ishlaydi. Va aynan shu narsa uni eng xavfli qurolga aylantiradi. Bu tizim osmonni ko'rinmas qatlamlarga bo'lib tashlaydi. Har bir harakat, har bir signal, har bir parvoz oldindan tahlil qilinadi. Uchuvchilar hali qaror qabul qilishga ulgurmasdan, tizim allaqachon ularning imkoniyatlarini cheklab qo'yadi. Bu urush emasdek ko'rinadi, ammo natijasi urushdan ham keskinroq bo'lishi mumkin. Eng dahshatlisi shundaki, bu tizimni his qilish qiyin. Dushman nimadan yutqazayotganini tushunmaydi. Hech qanday portlash yo'q, hech qanday vayronagarchilik ko'rinmaydi. Ammo osmon endi ochiq emas. U yopilgan, nazorat ostida, jim, ammo qat'iy. Yangi tizim ishga tushgach, havo hududi oddiy makon bo'lib qolmaydi. U strategik maydonga aylanadi. Bu yerda tezlik emas, aniqlik muhim. Kuch emas, aql ustun keladi. Kim axborotni tezroq qayta ishlasa, kim qarorni oldindan qabul qilsa, o'sha g'olib bo'ladi. Va aynan shu nuqtada inson omili ikkinchi o'ringa tushib qoladi. Avval uchuvchi osmonda yolg'iz edi. Bugun esa u ko'rinmas tizimlar bilan o'ralgan. Har bir soniya, har bir burilish, har bir signal tahlil qilinadi. Xato qilish uchun joy qolmaydi. Chunki bu tizim xatoni kechirmaydi, u faqat natijani hisoblaydi. Osmon endi jang maydoni emas, balki shaxmat taxtasiga o'xshaydi. Har bir yurish oldindan rejalashtirilgan. Har bir harakatning javobi bor. Ammo bu o'yinda tomonlar bir-birini ko'rmaydi. Faqat signallar, ma'lumotlar va jim buyruqlar almashadi. Eng qizigi shundaki, bu tizim o'zini namoyish qilmaydi. U paradlarda ko'rsatilmaydi, baland ovoz bilan e'lon qilinmaydi. Chunki uning kuchi sirligida. Kim bu tizim borligini bilsa ham, qayerda va qachon ishga tushishini anglay olmaydi. Bu esa psixologik ustunlikni yaratadi. Yangi tizim ishga tushgan zahoti osmon ostidagi barcha rejalar qayta yoziladi. Eskirgan taktika o'z kuchini yo'qotadi.
Avvallari ishlagan usullar endi foydasiz bo'lib qoladi. Chunki qarshi tomonda endi ko'rinmas, ammo doimiy ishlayotgan mexanizm mavjud.